Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari. Hozir biz Namangan shahridagi katta qurilish bozoridamiz, ya'ni Shamshibod bozorida. Navbatdagi videomizda sizlar uchun mana bu bir qanotli bo'lgan eshiklar tanishtirib o'tamiz, ya'ni asosan MDF dan ishlangan eshiklarimizni sizlarga narx-navosini sotuvchi akalarimiz bilan birgalikda tanishtirib o'tamiz. Bundan tashqari hurmatli obunachilar, mana bu yerda kvartira hamda domlar uchun rossiyskiy temir eshiklarimiz ham bor. Agar kerak bo'lsa, ularni ham xarid qilishingiz mumkin. Sizga qanaqa rangidan, qanaqa fasondagi kerak bo'lsa, albatta qilib berishadi kelishuv asosida. Hozir esa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni beramiz, narx-navosini bilib olasizlar, videoni o'tkazmasdan ko'rsanglar. Undan keyin esa ma'qul bo'lsa, bemalol ekranda turgan nomerlarga bog'lana olasizlar. Demak, hurmatli obunachilar, obzorimizni boshladik. Videoni o'tkazmasdan diqqat bilan kuzatinglar. Albatta, mehnatimiz uchun bir donadan ushbu video ostiga like bosib qo'yish esdan chiqmasin va videoni ham yaqinlaringizga, yangi kvartiraga ko'chib chiqqan tanishlaringizga podelitsiya qilib qo'yish esdan chiqmasin. Obzorni boshladik. Qilasizlar. Maqsudjon aka, charchamayapsizmi issiqda? Ishlaringiz yaxshimi? Ha, rahmat. Xo'p, aka, sizda hozir nechta xil variantda mana shunaqa eshiklar bor? Eshiklar krash eshiklar bor, bir qanotli 90 ga 210 razmerlari. Bular high-tech fasonda qilingan MDF dan bo'lgan bular. Bu ham MDF. Ha, ular 92 10. Bag'da temir eshiklarimiz bor. Ular. Ha, turli har xil razmeri 92 10 ga. Bir xilmi hammasini razmeri? Razmeri ha, zakazga endi past-baland qilinglar, rossiyskiy eshik. Yaxshi. Demak, 3 xil variantda bor. Krashinli MDF, undan tashqari oddiy MDF high-tech fasonda va temir eshiklari. Temir eshiklaringiz qayerniki? Rossiyskiy. Rossiyskiymi? Ha, rossiyskiy. Zo'r. Xo'p, boshlaydik bir boshdan. Qanaqa endi bu? Bu krashinlimi? Ha, krashinli eshik. Krashinli MDF. 92 o'nli bu. Aha. Bular ham shunaqa bir xil hammasini, faqat bu yergacha fosenda farqi bor. Bunisi ham shunaqa krashin. Mana 3 million 800 ming so'm. Mana oynaligi. Oynali. Ha, oynali 3 million 800 ming. Yaxshi. Mana ular 1,5 milliondan bular MDFli high-tech. Bular narxi hammasini 1,5 million high-tech fasonda. Hammasini anaqa ruchkalari shu toza ruchkadan stimul degan. Mallar nima aka? Magnitli. Ular o'yna, mana ular alakapon. Bu alkafon. Alakafon. Bunisi oyna. Oyna chiqadi, oynalari sinib qolsa. Bular nech puldan krashinlilar? Krashinlilari kvadrati 1,5 million so'mdan. Kvadratga yuradimi? Kvadratga yuradi. Aha. Mana shu holat nech pulga tushadi? Tayyormi? 2 million 800 mingga tushadi. Mana bunisi oynali. Yo'q, oynali 3 million 800 mingga tushadi. Bunisi 2 million 800 mingdan tushadi. Oyna qo'yilsa 1 million balandlaydi. Ha, narx balandlaydi. Qo'y. Buni xohlagan nimalarda qilib bera olasizlar, fason, rangida. Ha, rangi farqi yo'q, fasoni farqi yo'q. Dastavka xizmati-chi? Xizmati bor, dastavka qilib o'rnatib beramiz. Qayergacha bepul? Narxi ichida. Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Andijonga ham ketaverasiz, Farg'onaga. Farqi yo'q. Yaxshi. Demak, hurmatli obunachilar, mana shu ko'rayotgan eshiklaringiz xarid qilsangiz, olib borib xonadoningizga vodiy ichida bo'lsa, olib borib o'rnatib ham berishar ekan. Zo'r. Ular rangi ko'p ekan-a? Rangi har xil. Mebel rangdek, chokko svet, jigarrang, молочный sveti bor ekan mana. Xo'p, rossiyskiy eshiklar nechiga necha dedingiz usta? 92 10. 90 ga 210. Glazok bor hammasida. Hammasida bor, hammasi bor. Bular shumkali bo'ladimi decha aka? Shumka. Bitta ko'rsata olamizmi birortasini? Mana shu ko'rsam. Ochig'i bormi? Mana 12 santimetr. Oho, zamoglari ham juda ko'p ekan-da buni. 3 ta bu yerda, 4 ta, 5 ta, u yoqda yana 3 ta. 5,5 million so'm. Narxi 5,5 million. Ha, mana ular 5 milliondan. Bular 5 million so'm. 5 milliondan sal o'skiroq bular, lekin shumilizatsiya hamma narsasi bo'lgan. Zo'r. Mana shu zo'r qaranglar. Bunisi ham shu narxda. Ha, 5,5 million. 5,5 million so'm. Ichlarning ko'rinishi juda zo'r. Bundan ham variant ko'p-a, Viber ko'p. Viber ko'p. So'raganlarga tashlab bera olasiz. Telegramdan so'rashadi asosan. Ha. Chetdagi obunachilarim so'rab qolishsa, sizga zakalat tashlab bersa, olib borib o'rnatib qolgan pulni uydagilardan olib keta olasiz. Xudo xolasa Rossiya, Turkiya, Qozog'iston, boshqa Koreyadan. Yaxshi. Eng hozir aytayotgan narximiz bo'lish narximi yo kelishamizmi? Arzonroq mana ular. Nech pul bular? 2,5 million so'mligi. 2,5 million so'm bular. Usti nima bo'ladi? Buni temirmi? Lismi? Usti lis, ha, MDF bo'ladi usti. Usti MDF. Ha, bu yog'i ichi MDF bo'ladi. Aha. Demoqchiman, hozir aytgan narxingiz bo'lish narximi yo kelishamizmi? Bo'lish. U bir o'rnatib beradi.
olib borib o'rnatib berishi bilan, xizmati bilan vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Hurmatli obunachilar, high-tech fasondagi MDF dan ishlangan eshiklarimiz xohlagan rangingizni tanlay olasiz. 1,5 million so'mdan ekan. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib berish bilan birga. Krashinli MDFlarimiz ham qaranglar, bir-biridan juda chiroyli. Bunisi ham juda chiroyli ekan. Rangingiz sizga xohlagan rangda qilib berishadi. Ekranda nomerlar turibdi, bog'lana olasizlar. Hozir sizlar uchun jonli so'rab bilib beraman. Ustaga telefon nomerlar 93lik Aha. 220 Aha. 3000. Hop, 88lik 88lik 372 Aha. 3077. 3077. Ikkalasi ham o'zingizmi? O'zimniki. Ikkalasi ham. Maqsad aka deb bog'lanishadi. Xo'p bo'ladi. Xo'p, demak hurmatli obunachilar, ekranda nomerlar turibdi. Bemalol Maqsudjon akamizga eshiklari narxi ma'qul bo'lsa, ko'rinishlari bog'lana olasizlar. Albatta kanalimiz nomidan murojaat qilish esdan chiqmasin. Kelmoqchi bo'lganlar ham kela olasizlar. Bozor ishonchli joy. Aha, Namangan katta qurilish bozoridamiz, ya'ni Shamshiboy bozorida. Maqsudjon aka, rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Charchamang. Biz obunachilarga qo'ldan kelgancha shu aytgan vaqtingizda chiroyli qilib berasiz aka. Vaqtini ham aytib qo'yaymi? Qanaqa vaqti? Omadini vaqti 25 kun, vaqti 15 kun. Ha, noldan tayyorlab beradigan bo'lsangizmi? Ha, noldan tayyorlab beriladi. Buni bu yerda tayyor bo'lmaydimi? Yo'q, zakazga faqat. Sizga necha pul zakalat tashab berishlari kerak? Bizga Ishonch. 50%. 50% bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak. Bundan tanlasa narxini yarmini berishlari kerak. Necha kunda qilib beraman dedingiz? 25 kunda tayyor ko'p bo'lsa. Ko'p bo'lsa. 8 ta 10 ta bo'lsa. Bitta bo'lsa-chi? Bitta ikkita bo'lsa 10 kun 15 kunda tayyor bo'ladi. Uzog'i 2 hafta. Yaxshi. Yaxshi, hurmatli obunachilar, sizga qaysi biridan kerak bo'lsa, uzog'i 2 haftada qilib berishar ekan. Agar donali bo'lsa, soniga qarab turib sizga ma'lumotlar berishadi, necha kunda tayyor bo'lishini. Ma'qul bo'lsa, undan keyinsa akamizga ishonch uchun yarim 50% ni zakalat qilib tashab berar ekansizlar. Ma'qul bo'lsa bog'lana olinglar, ekranda nomerlar turibdi. Videoga esa bir donadan like bosib, yaqinlaringizga podelitsiya qilib qo'ying. Mana shunaqa eshik xarid qilmoqchi bo'lgan, yangi kvartiraga ko'chib chiqayotgan tanishlaringiz bo'lsa, sog' bo'linglar. Kelmoqchi bo'lganlar kela olasizlar. Namangan Shamshiboy bozoridan sizlar uchun syomka tayyorladik. 18-iyun hafta kuniga chorshanba bugungi kunimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.